Mana ko'rib turganingizdek Moskvani qor bosdi, xonalarini siski. Ashim qiyin bo'ldi. Hozir dastavkada bugun adashib 4 soat qo'yib yuborgan ekan. Yana preglagат qildi direktor. Yo'q dedim, ishlamayman dedim. Veliklar yurmaydi, hech narsa yurmaydi. Elektro hech narsa yurmayapti. Ularchi peshkoma borib topshirib kelyapti. Meni smenam tugagandi. Hozir sherigim aytdim, keps yemizmi borib dedim. Mayli dedi, 12 kechki soat 6da qorni qarang, onalarini sizga pizzas bo'ldi, nima joy. Ana shunday yurishga mana. Kamida 40 santimetr bo'ldi. Bu hafta faqat qor yog'adi degan ko'rsatgan pagoda, endi bilmadim nima bo'ladi, nima qo'yadi. Shu uspet qilmayapti dars texnikada. Pizzas bo'ldi. Mana aka, shu ahvolda bir bala qilib ketib boryapman. Bir bala qilib endi borib keps yeb kelsak, ashim hamma joy bor, qor tagida qolib ketdi Moskva. Hozir Turkiyada katta toshqin bo'lgan, shamol bo'ron bo'lgan deb ko'rsatyapti. Bu yerda qor bosdi, qor. Ana shunaqa hamma joy bor, yo'llar oppoq. Даже asfalt ko'rinmaydi. Ko'rib turganingizdek mana mashinalar ko'milib qo'ygan. Dabdala. Mana bu asfalt yo'l. Endi bu yerdan men qayerdan yuraman bilmayman. Pizzas joyi shu yerda. Mana katta imkat bu yerlarda qanday o'taman. Yo'l yo'laka yuraman, boshqa varianti yo'q. Mana onalarimiz qor bo'ron deganimiz bo'lar. Yana 3 kun yog'adi hali. 3 kun. Nima 3 kunda nimalar bo'ldi? Yana 3 kun o'zi maydalab turib o'ryapti. Mana shu торговый centrga keldim. Shu yerga kirsak, keps yeymiz xudo xolasa. Ungacha eson omon o'tib olsak, nasib baraka. Bir bala bu yerda peshobot yo'q, iloj yo'q. O'tolamiz. Endi keps zakaz qilamiz, uni ichiga kirib olib amalda. Mana 24 soat bosdi. 943 rubl. 943 rubl shundan zakaz qilamiz. Qolgan hamma narsa bor. Tak. 943 oplataga kiramiz. Bundan paket 943 to'laymiz. Mana qolgan hamma narsa katta торговый центр. İçine har barabar. Bu yerga kelishib, bu katta oldingi vaqtlar asham bo'ladi. Ashamni o'rniga hozir globus bo'lgan, kecha kunduz ishlaydi. Produkt juda katta joy. Ham bu yerda bemalol o'tirasizda, bemalol joy kelmish. Mana shunday mazza joyda qarang. Odamni ko'rinmaydi. Chetki. Odamlar ham kam. Shunaqa gaplar. Sizga mana kepsini yeb, ichib chiqib bo'ldik. Qor bo'lsa urushda to'xtamayapti. 20 santimetr. Ha. O'zi bilan ketishgan. Mashina zo'r beryapti. 10 kilometr, 15 kilometr narida. Hamma joy qor bo'ron bo'lyapti Moskva. Ha? Shu peshobotga boramiz endi. Bu yerdan yurib ko'r, bo'lmasa yarim metr qorga kirasan, ketasan. Chetroqqa yur mashina. Biz yurganda mashina ham to'xtamaydi endi. Kelaveradi, kelaveradi. Moskvada hali mashina yurgan fotolar shu qorlar bir-biriga birlashtirib bosib tashlagani hisob ekan. Mana kami 60 santimetr bor.
Ana shunaqa ahvol Moskvada. İstanbulda suv bo'ron, bir bala bo'ron bo'lyapti. Moskvada qor bo'ron bo'lyapti. Dastlabkiga ishga ketyapti nima böyle. Yangi oyoq kiyimchalar olgan. Endi hadi bosadi. Hamma peshkom. Kontrollar, hamma tartibsizlik. Endi Peshobodga borib olsak, o'ylab Peshobodga ham keldik. Qaysi tomonda yuramiz Peshobod? Hamma joy rasvo. Yurishga hod yo'q. Mashina baloni aylanyapti turgan joy. Yo'lda qarang. Agar og'darganda bo'lyapti. Chiqalarmi buncha qordan? Ketdik-ku. O'tgan bilan yurishing kerak-ku qayerga? To'xtab yurib. Hadi zinadan chiq. Onanasiga oyoq kirib qo'yadi. Bir balo yo'ldan o'tadi, shashlik. Mana shunaqa Moskvada musofir hayoti shunaqa. Yeysan, ichasan, turasan, ishga ketasan. Mana qor. O'zbekistonga adashib bir ko'p qor yog'sa hamma joyda vahima. Instagram qilsang qor yog'dirib qo'yadi. Qancha qor kerak mana sizlarga? Jo'nataverakmi? Rossiyada pul topish oson dedi, qo'y pul topish oson. Az bo'ladi, dastlabkiga bunday qorda velogam elektr velosiped ham yo'qmaydi. Peshkom qo'yar qiladi. Icheriga odam o'tirib ishga ketish kerak.